Assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar? Bugungi she'rimning mavzusi juda ham qiziq va foydali mavzu. Inshaalloh she'rni oxirigacha eshitib va undagi aytilgan gaplarga amal qilsangiz, anchagina manfaatli bo'ladi. Demak, boshlayapman. Sarlavhasi: barchaga teng yoqa olmaysiz. Barchaga birdayin kulib ham, doimo yaxshilik qilib ham, eng yaxshi muallim bo'lib ham barchaga teng yoqa olmaysiz. 100 ta odam o'ylaydi 100 xil. Kim lola sevar, kim atirgul. Kimningdir xayoli faqat pul. Barchaga teng yoqa olmaysiz. Kimdir qo'pol gap kutadi. Yaxshi gapga o'zdan ketadi. Kimgadir bitta gap yetadi. Barchaga teng yoqa olmaysiz. Kimdir faqat oshni suyadi. Kimdir faqat go'shtni suyadi. Kimdir har ne bo'lsa to'yadi. Barchaga teng yoqa olmaysiz. Alisher chekmagin g'am qayg'u, torga tor, kengga keng dunyo bu. Allohni rozi qil, yetar shu, barchaga teng yoqa olmaysan. Demak, she'rimiz nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, bunda ortiqcha gap so'zga hojat yo'q. Ya'ni barchaga teng yoqishning imkoni yo'q, iloji yo'q. Shuning uchun Allohga ma'qul ishlarni qilib boring va o'zini rozi qiling. Shundagina sizda muammo ham kamroq tuyuladi va ko'p narsaga siqilavermaysiz. Rahmat kattakon, salomat bo'linglar.